3 qism. Elfira bilan urushib qoldinglarmi? Ders so'ri deydi, to'xtaysiz. Ha, azroq ishlar bo'lib qoldi shu. Ha, ish bo'ldi. Yana. Bu ishga shunday yaqin edinglar. Sizlar zot nima bo'ldi? Danga bir anglab boqay. To'xtay, shunday meni ishga majburlab turibdi. Men amalsizlikdan to'xtaba istayman ishlar. U birdan turgandan keyin Rahmat qiz. Dilshod bilan Elfira ikkisi rasla anlashmadi. Bak, o'ylab qopsiz. Elfiraning muhabbati boshqa tursa, voydet qiz bola. to'xtay, shunday deb so'zlab ketdi. Men nima deyishimni bilmay qoldim. Birdan keyin u menga boshladi. Hey, Zuloyat. Elfira bilan yarışib qilinglar. Degan bilan bir ishga yaqin o'tgan. Qandoq bo'la? Elfira meni kechirami? Dilshod chig'iri kechirmayotsa. Voy, bu ishlarni men qo'yib bering. O'zim o'xshayman bu ishlarni. To'xtay, shunday deb telefonni qo'ydi. Shu kuni tushdan keyin men Elfirani ko'rdim. Shuning bilan Elfira ishimiz bir-birimizdan kechirim so'rashib, yarashib qoldik. Yana necha kun o'tib ketdi. Bir kun oqshami uyqum kelmay, ishimiz burun paranglashgan xatirlarni ko'rib. Bilamsan jinim, shu kunlarda seni sevginsam parang xatirimizni ko'rdim. Va yoki suyurdimga qarab yetib uxlab qoldim. Hozirmi shunday uxlayman. Shu kuni parang xotirimizni ko'rib yotsam, to'yiqsiz undidarga uchir kelganligini ko'rib, yuragim shunday tez siqib ketdi. Men undidarni ichib qarab turib qoldim. Ham shuncha xush bo'ldim. Chunki uchirni yo'llagan sen eding. Yaxshimi? Qanday ahvoling? Yaxshimi? Yaxshi. O'zingchi? Men yomon emas. Nima ish qilyapsan? Sendan uchir kelmagandan keyin men yana shunday deb uchir yozdim. Chunki seni yo'qotib qo'yishimdan ansiraydim. Bika shu. Senchi? Menmi Bika? Xohlasang birdan paranglasak bo'lamdi, deb so'radim men sening jimib ketganligingni ko'rib. Gaping bo'lsa tez degin. Men endi bu undidarni ochmayman. Seni yuyatsam ko'nglingga keladi. Shunga sen mushpeti qol. Sen so'g'uqli shunday deding. Men gapingni anglab, yana o'zimni tutib ololmay yig'ladim. Yuragim shunday og'riyotdi. Men yig'lab turib sana uchir yozdim. Meni kechirgin bo'lamdi. To'g'ri, men xato qildim. Asli sendan ayrim so'rsam bo'pti ekan. Xatoligimni tonidim. Oldinga boray, meni urib ol, tillib ol bo'lamdi. Men sana shunday deb yolvurdim. O'tindim. Jinim, bilamsan, sana bo'lgan oshiqliqim sana yolvurishga majbur qilyotdi. Kechir. Kechir deganga ish hal bo'lamdi ekan. Tillig'anga, urvag'anga ish tugamdi ekan. Meni unutib ket. Burun ishlar bo'lmagan bo'lsin. Men o'tgandalar sendan bekla umidsizlangan. Men patarda to'y qilaman. Asli seni taklif qilay degan. Lekin endi taklif qilmayman. Chunki sening azoblanishingni xohlamayman. Men shu gaplaringni anglab, xuddi nafsim to'xtab qolgandek bo'lib qoldim. Yuragimga bir xanjar sanjigandek og'rib ketyotdi. Meni unutib ket. Uningdan meni o'l desangli bo'lmadimi? Men sana shunday deb uchir yozdim. Chunki kallamga o'lim degan ideya o'rnab ketgan edi. Men seni o'ldimidim. Boshqalardan baxtimni top deyotaman. Baxtingni top? Mening baxtim sen tursang, men yana nedim baxtimni topa olayman? Aytda, seni hayotimdan chiqarib olsam, men qanday yashayman? Uningdan ko'ra o'lginim yaxshi. Sen meni unutib ketalaysan. Hatto ota-onasini unutib ketalaydiganlar bor. Shunga meni unutib ketasan. Biz ko'rishib bakmagan tursak.
Sen şundaq cavab berding. To'g'ri, hayotim. Hamma narsani unutib ketgili bo'ladi. Biroq kuyganni unutg'ili bo'lgan bilan ko'nganni unutg'ili bo'lmaydi ekan. Qanday qilay jinim? Necha vaqtdan beri seni seg'inish ham pushaymon ichida o'lik bilan tirikning orliqida yashab kelgan tursam. Sen mushu gaplaring bilan mening o'chay deb qolgan hayot shamimni o'chirgan eding. Men sana agar men bir ish bo'lib qolsa, seni mening o'limimga bo'lsam kelishingni aytdim. Asli bu gaplarni sana demoqchi emas edim. Ham seni qo'rqitish niyatim yo'q edi. Shu chog'da shu xatlarni qandoq avatganimni bilmayman. Sen birdamdan keyin javob qaytirding. Undaq qilma, bo'lamdi. Meni xush bo'lsin desang, undaq qilayim qanish qilma. Sendan o'tinay. Mening yashaganimning nima foydasi? Bu dunyoda xush bo'lg'idek yana nima qoldi? Men yaxshi ko'radigan odamni meni kechirmayman da'vosa. Mening do'st bo'lib o'tish salohiyatimni qolmagan tursa, endi bu dunyoda yashaganimning nima ahamiyati? Ma'qul. Emis biz do'st bo'lib o'taylik. Lekin o'tgangidek ish qayta yuz bermasin, bo'lamdi. Yana sen bilan azarlashib qolg'im yo'q. Men xushal bo'lishimni yoki azoblanishimni bilamay qolgan edim. Chunki men yanala mendan ansiraydiganligingni his qildim. Buningdan xushal bo'lishim kerak. Ammo sening boshqa qiz bilan to'y qiladiganligingni o'ylasam azoblanaman. Chunki sen to'y qilsang, ikkimizning orliqi texmi yiroqlashib ketadi. Biz do'st bo'lib o'tdik. Biroq sen bilan burunqidek paranglashmaydik. Mening paranglashqim bo'lsa-mu, biroq sen gap qilmayding. Gap qilsangmi, xuddi yot odamga gap qilgandek gap qilatding. Ham burunqidek sen demay, siz deb chaqiratding. Shundaq chaqlarda ko'nglim shunchalik yerim bo'ladi. Chunki sen meni yot odam qatoriga chiqarib etgan eding. Kunlarim shundaq ma'nisiz o'tadi. Boshqalarga gapmi qilgim kelmaydi. Uydagilar gap qilsa, ba'zi chaqlarda javob beratdim, ba'zi chaqlarda bir ig'izmi javob bermaydim. Yolg'iz qolsam, harg'ucha yig'laydim. Jinim, men asli burunqi ishlarni o'ylamayman. Seni akam ham do'stim qatorida ko'raman deb o'ylagan edim. Biroq yolg'iz qolgan vaqtlarda bizning shu xushallik ichida o'tgan kunlarimiz esimga kelib qoladi. Shundaq chaqlarda seni shunchalik seg'inatdim. Lekin burunqidek seni seg'indim deyamaydim. Tan salomatligimning yaxshi emas ekanligini bilgandan keyin men ozroq bo'lsa-mu kuyinadigan, ham oncha-muncha gap qiladigan bo'lgan edim. Men shu chaqlarda intayin xushal bo'lgan edim. Biroq sen musha yaqindan buyon yana gap qilmas bo'lib qolding. Mening zodi xushal bo'lish huquqim yo'qmidi? Men baq qiynalib ketdim jinim. Og'riq azobi bir tarafdan qiynasa, yana bir tarafdan sening hijron azobing qiynayotdi. Men zodi qandoq qilishim kerak? Degina, zodi qandoq qilaman? Bu azoblardan qandoq qutulaman? Asli men kesilimni bilgandan keyin davolanmay degan edim. Biroq sening zo'rlashing bilan davolandim. Hayotim, bularni yezishimdek sababni bilamsan. Keyin men bu dunyodan xo'shlashib qolsam, sen mushxatni ko'ygan vaqtda balkim men yo'q bo'lishim mumkin. Va yoki men doktorxonada yangi hayotlikqa erishgan vaqtim bo'lishi mumkin. Chunki meni bir mezgildan keyin operatsiya qiladi. Doktorning deyishicha 150% xavfi bor ekan. Shunga buni sana yezib qoldirib qo'yg'im keldi. Seni qanchalik yaxshi ko'radiganligimni his qilishing, ham meni unutib qolmasliging uchun yozdim. Hayotim, mening sendan ikki o'tinishim bor. Birinchisi, agar men rostilla o'lib ketib qolsam, meni unutib qolmag'in. Mendek bir oshiqning seni bir umr yaxshi ko'radiganligini unutib qolmag'in, bo'lamdi? Ikkinchisi, navoda men hayot chiqib qolsam, mendan texmi yiroqlab ketishingdan ansirayman. Chunki seni faqat yo'qitib qo'yg'im yo'q. Navoda men hayot chiqib qolsam, biz yarishib qolaylik, bo'lamdi? Sendan o'tinay. Men ozroq tirishib, o'z hojatimdan chiqqidek bo'lay. Ondan saqaysam, uydagilarni ma'qul keltirishga tirishib boqay, bo'lamdi? Senli mening hayotimda bo'lsang, mening qo'limni ching tutib mang'alasang, men qanchalik qiyinchilik qilay yoki qanchalik azoblanay, men cho'qim bardoshlik beraman.
Agar meni rostila yaxshi ko'rsang, undilarga so'z qoldirib qo'ygin. Men doktorxonadan chiqib, xush xabar anglay. Agar yaxshi ko'rmasang, gap qilma. Men saqayib qolsamla, sana o'zim gap qilay. Sen bu xatlarimni ko'masga sol. Biz yanala do'st bo'lib o'tamiz. Chunki mening sendan ayrilib qolg'im yo'q. Xayr, aman bo'lg'in. Suyimli anlatılar, şunda qilib mazkur asarning to'liq olib bo'ldik. Yo'qotib olmagan barcha aziz qarindoshlarga chin ko'nglimizdan tashakkur. Bularga Nasagul Saydulla bilan Yusufjon